Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bundan bir haftacha oldin elektromobillarda narxlar va to'liq obzorini chiqargandik. Ko'pchilik narxlar sal qimmatli qilgan ekan. Bugungi videoda elektromobillarimiz narxini tushgan holatda sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz. Ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa yangi partiyadan yana 3 dona keldi va bu tarafda bir donagina Labo mashinamizdan qoldi. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa hammasini to'liq obzor qilib berishga harakat qilaman. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib bittadan like bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlarga obzor qilishni boshlaydi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, elektromobillarimiz ko'rishlar mumkin. Oldilar LED fara bilan jihozlangan bo'ladi. Kechki payt xudo xolasa juda ham chiroyli yoritib bera oladi. Oldi ko'rinishlar xuddi shunaqa bo'ladi. Bemalol nomer qadasalaring bo'laveradi. Bunga ham muammosi yo'q. Oldi dvornilari bor, ko'rishlaring mumkin. Hali yomg'irchasin bo'lganda bemalol ketsalaring bo'laroq, xudo xolasa bexijolat ishlab beradigan narsa hisoblanadi. Tashqari ko'rinishlar shunaqa bo'ladi. Balonlar razmeriga keladigan bo'lsa, 13 lik balonlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa juda ham chiroyli va o'ziga mos holatda chiqqan narsa hisoblanadi. Xo'p, ranglar hozir faqat oq rangidan chiqyapti ekan. Xudo xolasa keyingi videolarda boshqa ranglarni ham kutib qolamiz. Xudo xolasa sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz. O'zini bokovoylari bor, ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli holatda ishlab qo'yishgan. Xudo xolasa tepada ko'rib turibsizlar, o'zini luklari mavjud. Xudo xolasa juda ham yaxshi narsa. Agar elektromobilimiz yoqayotgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlarga to'liq obzor qilib berishga harakat qilaman. Ko'rishlar mumkin. Bu joydan bemalol qulflab otsalaring bo'laveradi. Ichki holatlariga sayohat qilamiz. Ichki holatlariga o'tishdan oldin agar kanalimizda siz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz xudo xolasa sizga birinchi bo'lib chiqib boradi degan umiddamiz. Ko'rishlar mumkin. Apshkalarning holatlari bemalol ochib yopsalaring bo'laveradi. Eshik ochilishlari bu tarafda bo'ladi. Agar sezgan bo'lsalaring, bundan bir ikkita oldingi pozitsiyada bunaqa joyda eshik ochilib yopilishlari bo'ladi. Hozir labolar shunaqa, bunaqa joyda ochilib yopiladi. Labolarda ham endi keyingi versiyalarda kutib qolamiz bunaqa joyda qilib berishlarini. Xo'p, ichki holatlari xuddi shu bo'ladi. Kaltlarini ko'rishlar mumkin. Ikkitadan kalti, ikkitadan pulti bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa bittasini yo'qotib qo'ysalar, bittasini bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Pultni o'zidan ham zavat qilish imkoniyati bor sizlarda. Hozir mana ko'rsatib beraman. Mana zavat bo'ldi, ko'rishlar mumkin. Hozir mana gazdagi bemalol yurib ketsalar bo'ladi. O'chirish qatdan deganlar uchun shu ochish knopkasini bir martagina essalaring. Xo'p, o'chadi. Sidinalari ko'rishlar mumkin. Splashnoy bo'lib chiqqan. Juda ham yaxshi narsa. Bu ham suyanib bemalol ketsalar, ikki kishi bemalol sig'a oladi. Orqa qismlari ham juda ham katta chiqqan, ko'rishlar mumkin. Videoda qanaqa ko'rinadi bilmadim, lekin o'zlaring kelib o'tirib bemalol test drive qilish imkoniyatlari ham bor, ko'rishlar mumkin. Orqalar xudo xolasa juda ham zo'r holatda turibdi. Tomlarini ham juda chiroyli qilib ishlab qo'yishgan. Aynalarni ham ko'rishlar mumkin. Katta qilib ishlangan. Xudo xolasa tashqaridan kichkina ko'rinishi mumkin, lekin ichkarisi juda ham katta narsa hisoblanadi. Endi rullariga to'xtalamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, rulni ko'pchilik qattiq deb o'ylar ekan. Yo'q, qattiq emas, ko'rishlar mumkin. Turgan holida mana shunday burilyapti. Xudo xolasa yaxshi narsa hisoblanadi. Juda ham yaxshi narsa. Bu yerda ko'rishlar mumkin. Mashinada qanaqa narsa bo'lsa, xuddi shu narsa bor. Dannisi bor, ko'rishlar mumkin. O'zi buni shofyorlar bilishadi. Shunda turgan bo'lsa, baqa qilib qo'ysalar, danni yonadi. Hamma narsasi bor. Xudo xolasa markat qilsalaring ham bo'laveradi. Avarinka tizimlarigacha o'rnatilgan. Endi mana o'tirib sizlarga obzor qilib berishga xudo xolasa harakat qilaman. Ko'rishlaring mumkin. Bu yerda dvornilarni bemalol boshqarib ketsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa bu tarafda mana boshqarishi. Hali katta yoshli odamlar qiynalishmaydimi degan obunachilarimiz savoliga bugungi videoda xudo xolasa to'liq javob olishlaring mumkin. Bu skorstlari bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. D ga qo'ysalaring oldiga yuradi, N ga qo'ysalaring o'zi holatida turadi, neytralkada, R ga qo'ysalaring orqaga harakatlanadi. Buni qo'shimchasiga ko'rishlaring mumkin. Hozir N da turadi. Men hozir kalit suqaman va mashinani yurgizaman. R ga qo'yganimizda orqadagi kamerasini ishlashini ko'rishlaring mumkin. Mana mashina yondi, pechkalarga chaqtamasga ishlab ketdi. Mana pechkalarni o'chirib turamiz. Xo'p, endi mana R ga qo'ydim, ko'rishlaring mumkin. Mana orqadagini ko'rishlaring mumkin. Orqadagi kameralargacha ishlayapti. Xudo xolasa bu tarafda mana radiolar bor. Bemalol fleshga suqib turib ishlatib ketsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa bexijolat narsa hisoblanadi. Xo'p, qishki kunida yurganimizda oynalari parlanib ketmaydimi degan obunachilarimiz uchun hozir o'zi ko'pchilik mashinalarda o'zi parlanib ketib qolyapti. Bunda umuman parlanish bo'lmaydi. Xudo xolasa bu tarafdan ko'rishlar mumkin. Pechkalarga ishlab qo'yishgan. Shu yerdan mana havo chiqib turadi. Umuman parlanmaydi. Unisidan muammosi yo'q. Kolonka tizimlari bor. Xudo xolasa mana signallari hamma narsasi ishlaydi. Juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Eshikni oyna ko'tarib tushiradiganlari o'zimiz xalq tilida aytganda mesarovka hisoblanadi. Ish holatlarini ham ko'ringlar, qadrdonlar, juda ham zo'r holatda ishlab qo'yishgan mini karimiz. Ayollar ham, erkaklar ham bemalol minsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa bexijolat narsa hisoblanadi. Endi ko'pchilik akkumulyatorni so'raydi. Akkumulyatorlarni ham ko'rsatib o'taman. Undan oldin o'tiradigan sidinalarga bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham yumshoq ishlangan, maza qilib o'tirib ketsalaring bo'laveradi. Endi akkumulyatorlarni ochib ko'rsataman. Bu joyda ko'rishlar mumkin. Akkumulyatorni ko'taramiz.
ochiladi. Bu narsa nima deb ko'pchilik qiziqishadi. Agar sizlar tepali yo'laklarga chiqmoqchi bo'lsalaring, panejinida agar qo'shib qo'yadigan bo'lsalaring, osonroq chiqib keta olish imkoniyati bo'ladi sizlarda. Qiynalmaydi mashina ham 4 kishi bilan, 5 kishi bilan bemalol chiqib ketsa bo'laveradi. Bu elektromobil aytib o'tganimda. Endi boshqarishni ham bitta aytib o'taylik, bir yo'li videoda o'rtasiga qolib ketmasin. Xo'p, gaz bo'ladi, tormoz bo'ladi. Bu qizil ruchnoy hisoblanadi. Tormozni ezib turib, qizilni pastga tushirib qo'yadigan bo'lsalaring, ruchnoy bo'ladi. Mashina o'zini joyida qatib turadi. Gazi, tormozi bo'ladi. Bemalol bosib ketsalaring bo'laveradi. Hech qanaqa unda 1-2 degan skorlar bo'lmaydi. Endi mana sizlarga ochib ko'rsatyapman. Akkumulyatorni ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa akkumulyator eng kattasidan qo'yilgan. Juda ham yaxshi narsa. Akkumulyatorda o'zi original 50 kilodan oshiqroq chiqadi. Bu ham xuddi shunaqa bemalol olib turib, taroziga qo'yib o'lchab olsalaring bo'laroq. Xudo xolasa motor miyalariga garantiyalari beriladi. Bitta zaryadkasidan 150 km-gacha yurib bera oladigan modelimiz hisoblanadi. Xudo xolasa ichki holatlari shu bo'ladi. Agar obzorimiz yoqayotgan bo'lsa, layklarni bosib qo'yasizlar. Endi mana hurmatli kuzatuvchilarimiz orqa tarafiga ham o'tdik. Orqa tarafini ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli LED faralar bilan jihozlangan. O'ziga yarasha turibdi. Bu tarafda mana kamerasi bor. Bemalol kamerada orqani ko'rib ketsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa mini karimiz tuzilishi xuddi shunaqa hisoblanadi. Bu tarafda mana zaryadka qilsalaring bo'laveradi. 220 volt kulasizlar. Buni haligi tashqarida joylarda zaryadka qilish imkoniyati yo'q. O'shani ham aytib qo'yamiz. Uylaringda 220 volt kulasalar ham xudo xolasa zaryadka qila olishlaring mumkin. Narxlari tushgan videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Aytaman, nolni mini labosi bitta to'liq obzor qilishga harakat qilaman. Mini labo ko'rishlaring mumkin. Mini laboyimiz ham juda ham zo'r holatda chiqib qo'ygan. Bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa oldida dugalari bor. Bu 1 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan bo'ladi. Oldilarini ko'ringlar qadrdonlar. Juda ham zo'r holatda ishlab qo'yishgan. Xudo xolasa salonlari ham vobshe zo'r chiqqan buni. Balonlarga ahamiyat beraverasizlar. Anularga qaraganda sal balonlari ham kattaroq hisoblanadi. Buni balonni qaranglar, buni balonni qaranglar. Endi bu yuk ko'taradigan bo'lganiga sal balonlari ham kattaroq chiqqan modelimiz hisoblanadi. Ichki salon qismlarini ham ko'rsatib o'taman hozir. Bo'ldi, qulflab qo'yishgan ekan. Buni ichki salon qismlari xudo xolasa bexijolat zo'r chiqqan. Buni ham rullari gidravlika bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa maza narsa, 2 kishi bemalol sig'ib ketaveradi. Bundan o'sha aytganimizdek pechkalari mavjud. Endi yuk ko'taradiganlarga keladigan bo'lsa, yuk ko'taradiganlar buniki 1 tonna bo'ladi. 2 ga 1.25 lik bort bilan jihozlangan bo'ladi. Bonusiga sizlar uchun ko'rishlaring mumkin. Zapaska balonlarni xudo xolasa mutlaqo bepulga qo'shib bera olamiz. Aytib o'tganimizdek, bu mahsulotlarimiz O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bilan umuman muammo yo'q. Bemalol o'ylanmasa telefon qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa ishlaring chiroyli qilib bitkizib berishadi. Albatta Oyatullo Uz kanalidan oldim deyishni unutmaysizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Balonlarni ishlab qo'yishganiga qaranglar, bemalol tog'li toshli joylarda ham ketsalaring bo'laveradi. Tepasida ko'rishlaring mumkin o'zini narsalar bu bemalol bunga 100 kilo 200 kilogacha yuklab ketsalaring bo'laveradi. LED faralar bilan jihozlangan. Bu ham xudo xolasa kechki payt zo'r yonib bera oladigan modelimiz hisoblanadi. Xudo xolasa agar mashinachamiz ham laboyimiz ham yoqqan bo'lsa, bitta laykni bosib, mehnatimizga ham bitta laykni bosib qo'yinglar. Obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'ysangiz, xudo xolasa har bitta videomiz sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi. Shu obuna bo'lish tugmasini bosasizlar, yonida qo'ng'iroqcha bor. Qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ysangiz, xudo xolasa videolarimiz birinchi bo'lib sizlarga chiqib boradi. Endi hurmatli kuzatuvchilarimiz, hamma qiziqayotgan narxlar bilan tanishtirib o'taman. Mashinachalarimiz ko'rishlaring mumkin. Oldin narxlarini $2,5 ming dan qo'ydik. Ko'pchilik to'g'risi qimmat deb o'ylashibdi. Buni o'rniga tayyor mashina olsa bo'lmaydimi deganlar uchun narxlarni xudo xolasa tushirib qo'yganmiz. Narxlar $2,300 dan bo'ladigan narxini qilib beramiz. Undan ag'iga to'g'risi ilojisi yo'q. $2,300 dan xudo xolasa bemalol qaytib olsalaring bo'laveradi. Chiroyli narxlarda bo'ldi deb o'ylayman. Endi laboyimizning narxiga keladigan bo'lsa, $2,100 dan xarid qilsalaring bo'laveradi. Agar sizlarda ikkalasiga ham imkoniyat bo'lganda qaysi birini sotib olgan bo'lardinglar, mini labo olgan bo'lardinglar yoki mini elektromobil mini elektromobilni ko'rishlaring mumkin. 4 kishilik hisoblanadi. Bu 2 kishilik bo'ladi, 1 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan bo'ladi. O'tgan safar videomizda ko'pchilik manzil so'rabdi. Men sizlarga manzilni to'liq qilib tushuntirib beraman. Agar obzorimiz yoqqan bo'lsa, mehnatimizga ham bitta laykni bosib qo'yasizlar. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona shahar. Shundoqqina Hammabop choyxonasining yonginasida. Ko'pchilik bu yerda Hammabop choyxonani bilmaydi. Bu tarafimiz bo'ladigan bo'lsa, Polvon Shashlikdan, Kalsavoydan kelish bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Xo'p, Kalsavoydan kelish, bu tarafimiz bo'lsa Farg'onaliklar o'zlari juda yaxshi bilishadi. Tantana chorrahasidan kelish hisoblanadi. Bu tarafda mana Fargiz Gilom do'konlari bor. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Sizlarga chiroyli narxlarda qilib beramiz. Aytib o'tganimizdek, O'zbekiston bo'yicha xudo xolasa umuman muammosiz yetkazib berishga harakat qilamiz. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib berishadi. Obzorlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta laykni bosib, kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qo'yishlaring mumkin. Oyatullo omad deb yozib qo'yisham, esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishganimizdan xursandmiz.